Hop, assalomu alaykum hammaga. Uh, Suhbatimiz boshlasak bo'ladi, menimcha bo'lmasa. 2 kishi qo'shildi hozircha. 3 kishi qo'shildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Javohir Muhammadovich, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zizcha tuzumisiz, ishlar, sog'liqlaringiz? Hop. Imkon bo'lsa kamerangizni yoqib qolasiz. Men ham hozir yoqib qo'yaman. Bo'ldi, yoqaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalay, yaxshimisiz? Charchamaysizmi? O'qishdamisiz hozir, ishdami? Yo'q, uydaman. Vaqtingiz bor-a? Hozir bizda bir yarim soatcha. Bor, bemalol. Bo'ldi bo'lmasa. Boshlab turaveramiz, qolganlar bemalol suhbatdan kirishadi, yana savollar bo'lsa berib. Bemalol boshlaymiz. Bugun o'zi suhbat nima haqida bo'ladi? Shu Yaponiyadagi hayot, talabalar Yaponiyada qanaqa yashaydi? O'sha bo'yicha ko'proq bo'ladi. Sizda birinchi savol, ozgina o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, Yaponiyadamisiz, yoshingiz nechida, qachon ketgansiz? Yapon tilini o'sha qayerda o'rgangansiz yoki o'sha Yaponiyani qaysi shahridasiz hozir, qaysi til maktabida? Shular haqida ozgina. Men 2023-yil Yaponiyaga kelganman. 2023-yil aprel oyida, yana undan oldin Just Grant'da Madina Sensei tanisiz kerak. Taniyman. Madina Sensei bizni o'qitgan 6 oy. 2023-yil aprelda kelganman. Shu bilan Xudo xolasa yana bir 20 kunlarda 2 yil bo'ladi kelganimga. Yaponiyaning Osaka shahrida o'qib ishlayman. Zo'r. Hop, hozir Yaponiyada yashash qanaqa talaba sifatida? Xarajatlari, plyus-minuslarini ozgina aytib bersangiz. Xudoga shukr, yaxshi. Eplagan odamga yaxshi, sekin-sekin bo'ladi. Faqat jicha harakat qilish kerak. Xarajatlar qanaqa hozir yo'lda? Kunlik, yeb ichishga ketadigan, yo'l kiraga sarflaydigan. Endi o'qishchi qattariga bog'liq-ku. Masalan, o'qishim yaqinda turishi mumkin, uzoqda turishi mumkin. Men o'qishim yaqinda bo'lgani uchun men unaqa yo'l kiraga pul ishlatmayman. Velida o'zida qatnayman. Endi ko'pchilik ham o'zi velida qatnaydi. Bu yerda baribir ham taksi bo'ladimi, nima deydi, metro. Metrolar ham sal qimmatroq endi baribir bizga qaraganda. Oyiga o'sha yo'l kira, o'sha yeb ichish, o'zi xarajatlar bilan примерно bir $600, $700 ketsa kerak-da. Sizda $600-700 har doim xarajat bor. Kvartirani o'ziga turadigan arendasi, yeb bu menda bor, lekin boshqa narsada unaqa pul ketmaydi. Chunki meni o'zim bitta o'zim yashayman. Menda baribir sal qimmatroq, chunki kvartira qimmat. O'shanga menda sal qimmatroq. $400, $500 amallasa bemalol yashaydi lekin. Zo'r. Boshida qancha ketgan sizga? Endi joylashib olgan paytingizda. Boshida nimaga? Yashashganmi yoki Yaponiyaga kelishganmi? Yo'q, yashash o'ziga Yaponiyaga borgandan keyin. Menga boshida bir $200danmi ketgan menimcha. Yotoqxona o'ziga borib turganmisiz birinchi? 6 oy yotoqxonada turganmiz. Biz oldindan to'lab kelganmiz o'sha. Zo'r. Hozir qanaqa ishda ishlaysiz? Ishlash qanaqa? Misol uchun kuniga necha soat?
u ish o'qishingizga qanchalik ta'sir qiladi? Ishim shu el qatori ko'mbenida, ya'ni magazinda 7-Eleven Mhm. ishlayman. Soat 10 dan kechki 10 dan ertalabki 6 gacha 7 soat, 8 soat bo'ladi o'shi. Uning ichida 1 soat ta'mi borda. Bir soat pererif berishadi. Da. Necha kun ishlaysiz? Men haftada 6 kun. Bir kun yakshanba kundan. Shanba kuni. Bugun. Zo'r. Ish qanaqa hozir 8 soat adashmasam to'g'rimi kuniga ish? 7 soat. 7 soat. 7 soat 6 kunda 40 soatdan oshar ekan. Da, 42 soat bo'ladi. Ham ofitsialniy, ham naqdga kelishib qolgansiz, to'g'rimi? Maniki shunaqa desa ham bo'ladi. Lekin nima desa bo'ladi? Mani sal anaqa ismim uzunroq. Endi o'zim ko'rgan bo'lsangiz kerak. Javohir Muhammad Yusuf. Da, familiya ham bor, отчество ham bor. U bilan uzun bo'lib ketay. Yaponiyaning kartalariga men ismim sig'magan, to'g'riroq. Banksy kartalariga. Eshitgan bo'lsangiz, men Yaponiyaga kelganda Zairo kado beriladi, o'sha Yaponiyada yurish uchun. Pasport. Unga ismim to'g'ri, unda angliskida yozilgan, hammasi sig'gan, lekin yaponcha Banksy kartalariga sig'magan. O'shani hisobiga meni ismim ikkalasida 2 xil bo'lib qolganda, dokumentga ishda bu yerda endi sal dokumentga anaqa qattiqroq qaraydi. Shu ikkalasi ko'rilganda noto'g'ri bo'lgan, sig'magan to'g'ri. Ikkalasi 2 xil bo'lgani uchun men kartamga tushirib bera olmagan. Keyin naqdga o'shandan keyin anaqa bo'lib qolgan. O'sha naqdda beradigan bo'lgan. Yana bitta ishim bor, lekin u kartaga tushadi unisi lekin. Demak, ikkita ishdasiz hozir. Da, ikkita ishdaman. Ikkinchi ishingiz qanaqa? Ikkinchi ishim o'sha ham. 3 kun ikkita sevamda. Ikkinchisi ham o'sha 7-Eleven. Da. U boshqa yaqinroq bo'lgan boshqa filialda, to'g'rimi? Yo'q, sal orasi uzoqroq. O'zingizga qulay. Da, menga qulay. Qanchadan hozir bu savollarni so'rayotganim sababi o'zi pul to'g'risida ozgina so'rash noqulay, ketishdan oldin hamma bilish kerak, shu Yaponiyada talabalar o'zi qanaqa. O'sha uchun ozgina noto'g'ri tushunmaysiz so'rayotganim sababini. Bemalol. O'sha hozir daromadingiz qanaqa bo'ladi? Soatiga. Ularda soatiga berishadi, to'g'rimi hisoblab Yaponiyada? Da, soatiga ishlanadi. Hozir dollar qancha? Men bilmayman kursini. Yenda gapiravering. Yenda gapirsam shu bo'ladi. Bo'ladi, bemalol. Menda bir oylik ikkala ishimdan 24 ming. 24 ming Endi yen degani. 20 yo'q, 240 ming. 240 ming yen. Bu bir oyda. Bu endi bundan kam bo'lishi ham mumkin, ko'p bo'lishi mumkin, lekin unaqa farq qilmaydi, orasi katta farqi yo'q. Zo'r. Endi уже hayotga qaytamiz Yaponiyadagi. Plus-minuslarni ko'rib oldik, xarajatlarini. Yaponiyada yapon tili qanchalik muhim? Hozir o'zingiz darajangiz qanaqa? Shu 2 yildan beri o'qiyotganingizda. Men hozirgi til darajam menda bor, N3 bor. Yaqinda oldim. Endi xudo xolasa N2 harakat qilaman yozda. 7-oyda kiriladi. Yapon tili qanaqa nima deydi, ahamiyatga ega desa,
Yapon tili manimcha birinchi o'rinda bo'lsa kerak. U farqi yo'q. Oddiy kundalik hayotidagi ishida bo'ladimi, maktabdagi ishlari bo'ladimi, nima desa bo'ladi, yoki dokument qilishi mumkin u joyga. Har doim ham masalan yapon tilini biladigan o'rtog'i boshqa bo'lishi mumkin, har doim ham vaqti bo'lishi mumkin bo'lmaydi. O'shaning uchun kelishdan oldin tilni yaxshilab o'rganib kelish kerak. Chunki endi bizlarda bor, ko'p o'ylaydi, men ingliz tilini bilsam, anaqa qila olaman, ko'chada bemalol ashina qila olaman deb o'ylaydi, lekin yaponlarda ancha munchasi inglizcha ham bilmaydi. Ko'pi bilmaydi. Masalan, ko'chadagi oddiy odam hech qaysi biri bilmaydi. Bilishi mumkin, minimum bir 20 ta so'z bilishi mumkin, undan ko'p bilmaydi. Siz unga inglizcha kelib gapirsangiz tushunmaydi. O'shaning uchun kelishdan oldin 6 oy bo'lsa ham yaxshilab o'rganib kelish kerak. U o'rganib kelsa, ertaga o'ziga foyda, ertaga qiynalmaydi. Ish topishida ham unaqa ko'p vaqt ketmaydi. Hozir ko'ramiz o'zi kelayotganlar bor. Yaponchani bilaman deydi, kelayotgandan oldin. Kelgandan keyin sal boshqa gapiradi. O'zi kech bo'lgan, kelib bo'lgandan keyin qaraslar, ya'ni ish yo'q. Til bilmaganga ish topish qiyin. Hozir nima desa bo'ladi? O'zbeklarga lekin sal anaqa ishonch kamaygan. Shuning uchun tilni yaxshi qilib kelsa, lekin ish topsa bo'ladi deb o'ylayman. Hozir til maktabida o'qiysiz. Til maktabida OSKda til maktabini bitirgandan keyin nima qilmoqchisiz? O'sha yerda kollejgami yoki universitetga ham topshirmoqchimisiz? Men topshirib bo'lganman. Xudo xolasa keyingi hafta seshanba bitiraman. Hozirgacha maktabim. Zo'r. Loop International, to'g'rimi? O'sha. Biz ham xudo xolasa yaqinda o'sha bilan suhbatimiz bo'ladi. O'zimiz ham Yaponiyaga ketadigan. O'sha maktabga boramiz, xudo xolasa oktyabr patovga shu yil. Necha kishi kelar ekan? Ilikka bosdilar. Hozir aynan o'sha maktabga hozir qo'ymoqchi 3 kishi aniq qo'yilgan, yana 1 kishi qo'yilyapti, aynan shu Justni o'zidan. Qolganlar suhbatga hali suhbatdan o'tmadik. Endi bo'ladi suhbatimiz. Qolganlar Nagoya ketadi, Osakani boshqa til maktablariga shunaqa. Qayerga topshirdingiz hozir? Anunga ham, kollejgami? Kollejga. Til maktablarining imkoniyatlari qanaqa? Mana shu universitetga yoki kollejga topshirganda nimadir yordam qiladigan tomoni bormi? Birinchi oldin bitta gapim bor. Bizning maktabga 3 kishi topshirayotgan ekan. Mazza bo'ladi. Ularga savet. Chunki har doim senseylar bilan men baribir maktabdaman. Ko'p anaqa bo'ladi. O'zbeklarni ko'raman. Kelyaptimi, necha kishi keladi, har patokda. Keyin biz kelayotgan paytimiz nima desa bo'ladi? Meni suhbatim unaqa qiyin bo'lmagan, bir 5 minutni bo'lgan. Men tez olganda, hozir o'zgargan, realniy o'zgargan. Bizlarga yaqinda bitta bola kelgan. Yaqinda emas, 3 oylar yo 4 oy bo'lib qoldi. Yani jasda o'qigan. Aytib beruvdi, imtihoni anaqasi normalniy qiyinlashganda oddiy, bu yerdagi senseylarim aytibdi. Biz o'ylamaymiz olishga o'tdan. Yaxshilab tayyorlanmasa qiyin bo'ladi. Biz baribir endi nima desa bo'ladi? Biz saralab olamiz. U prosta hozir oldingidek anaqa bo'lmaydi. Yaxshiroq tayyorlansa o'tishi mumkin, lekin atek nimaga unaqa bo'ldi? Bizdan 2 kishi qochib ketgan. O'zbek iminni. O'shalar maktabdan. Bittasi bizni patok bilan biz bilan birga kelgan, yana bittasi bizdan keyinroq kelgan. O'shaning hisobiga ham sal anaqa bo'lgan. Nima desa bo'ladi? Jiddiylashganda. O'zbeklarga nisbatan. O'zbeklarga sal ishonish qiyinroq bo'lib qolgan. O'shanga
shu suhbatga kiradigan bolalarga aytib qo'ysiz. Manimcha yaxshiroq tayyorlanmasa. N5 darajasida bilib kirsa, o'ta olsa kerak, a? Xudo xohlasa. Ana M5 bilan o'tsa bo'ladi. Nasib, rahmat maslahatlar uchun. Ungacha o'zim ham tayyorlanaman, Xudo xohlasa. Siz ham kelasizmi? Ha, men o'zim ham shu xuddi o'sha siz o'qiydigan hozir til maktabiga suhbatimiz bor. Yaqinda 26-martda qo'yiladi. Xudo xohlasa kiramiz. Bu eshitib aytib qo'yaman. Xo'p. Lekin yaxshilab tayyorlaning. Nasib. Tayyorlanamiz ungacha. Endi savollarga qaytsak, o'zimizdan ozgina aniq qilib. Maylimi? Bo'lmayman. Hop, scholarshiplar bormi universitetlarga yoki shu kollejga kirish uchun? Til maktabi beradimi shunaqa narsa? Yoki vakolat bormi? Xat bilan chiqadimi? Maktab yordam beradimi demoqchimiz? Shunaqa. Mana maktab yordam beradi. Qanaqa bo'ladi yordam? Siz 2 yil yoki 1,5 yil maktabda o'qiysiz. Qancha 4-5 oy oldin o'qishga tayyorgarlik boshlanadi. Senseylardan nimaga qiziqasan, qayerda o'qimoqchisan, ishlaysanmi yo o'qiysanmi? Shunaqa savollar berib boshlanadi. Birinchi o'rinda nimaga qiziqasan, nima qilmoqchisan? O'shanga qarab, aytgan javobiga qarab, anaqa o'sha kollejlarda, universitetlarda hammasini anaqasini beradi. Ro'yxatini beradi. O'shanga qarab, o'zi boshida 200 talik yo 300 talik manimcha ro'yxat bor. Qaysi shaharda qanaqa o'qish bor, qanaqa fakultetlar bor, hammasi beriladi. Endi o'zini qiziqishiga qarab tanlab etsa, o'shanga qarab yo'naltiradi. Shunaqa dokumentlar kerak. Dokumentlar hammasi yig'ilgandan keyin o'sha maktab o'zi hammasini nima desa yig'adi. Siz faqat so'ralgan anaqalarni bersiz bo'ldi, hujjatlarni. O'zlari yig'ib, siz o'sha topshirmoqchi bo'lgan kollej yoki universitetga jo'natiladi. U qabul bo'lgandan keyin suhbatga chaqiriladi, suhbat bo'ladi. Endi kollej yoki anaqa universitet va hamma joyda har xil bo'ladi. Qiyini bor, osoni bor. Osonroqlar bo'lsa suhbatda o'zidan o'tib ketadi. Qiyinroq bo'lsa, baribir faqat suhbatda o'zidan emas, masalan, har xil fanlardan ham bo'lishi mumkin. Qiyinroq joyga topshirayotganda, masalan, fanlar ham qo'shiladigan bo'lsa, topshirishdan oldin maktab o'zida ham shu senseylar tomonidan o'rgatiladi. Shunaqa imtihonlar bor. Birga tayyorlanasizlar. Har darsi o'zi tugagandan keyin sensey o'zi vaqt ajratgan bo'ladi. Birga tayyorlanib, shu imtihonga tayyorgarlik ko'riladi. Fanlarga ham o'zlari alohida tayyorlashadi, to'g'rimi? Da, masalan, qiyinroq anaqalar bor, universitetlar bor. O'tga kirmoqchi bo'lsa, tayyorlanadi. Bemalol aytsa bo'ladi. Shunaqa, men tayyorlanmoqchiman. Ular jonib yordam bersin. Hozir endi o'qishdan tashqari. Qarang, misol uchun o'zim holatimni aytib beray, boradigan ko'pchilik ham balkim shunaqa bo'lishi mumkin. Bemalol. Menda hozir bakalavr darajam bor, bakalavr bitirganman. Iqtisod yo'nalishi bo'yicha o'sha Osakada, Osaka universitetiga yoki Tokioda, Tokio universitetiga topshirmoqchiman. Aynan iqtisod yo'nalishi bo'yicha. Ularga kerak bo'ladigan fan ko'pincha endi hamma yoqda bo'ladi-ku. Umumiy requirement, talablari. Matematika yoki ingliz tilidan bo'lishi mumkin. Mana shu ikkalasiga ham tayyorlab berishadimi shunda? Ingliz tilini bilmadim, lekin matematikadan ozroq bo'lsa ham tushuncha beradi o'qishga. Endi siz Tokio Daigakuga topshirmoqchimisiz shunda? Tokio Daigaku. Boshqami? Endi
hozir boradigan rejam baribir Tokio bo'lsa ham borgandan keyin o'zgarishi mumkin deb o'ylayman-da. Siz o'zi O'sha uchun bakalavr bitirganmisiz? Mhm. Siz mana bunaqasiz ham bo'ladi. Maktabga 2 yil o'qiysiz. Undan keyin 2 yil Dayakkuda o'qimasdan turib, universitetda o'qimasdan turib, kollejda o'zida ham 2 yil yo 1 yil o'qib turib, уже sizni bakalavrligingiz bor, ishga kirsiz bo'ladi bemalol. U yana boshqatdan Dayakkuda o'qib o'tirish shart emas. Endi magistr o'qimoqchiman-da u yoqda qanaqa bo'larkin deb. Magistr o'qisiz bo'ladi. Shu endi bakalavr qaytib bilmadim, vaqtim sarflagim kelmaydi. Yo'q, bo'ladi. Agar siz dars o'qiyman desangiz, yaxshi. Xudo xohlasa o'z niyat shu, borib to'g'ridan to'g'ri magistrga topshirmoqchi edim. Unga N2 N1 daraja kerak. Shu uchun kamida N2 bo'lsa tanlovlasizda, yaxshi yakkunlardi. Men bu narsani so'ramoqchi edim, boy yodimdan ko'tarilib ketdi so'rayman deb. Misol uchun til maktabiga bordingiz, o'z til maktablari 2 yil yoki shunaqa bo'ladi-ku odatda 1,5 yildan ko'proq, to'g'rimi? 1,5 yil, 2 yil, 1 yil. O'zi N3 bilan borsa-da yoki N3 dan yuqoriroq yoki N4 dan yuqoriroq, N2, N1 ni o'sha odatiy muddatdan ko'ra tezroq tugatsa, o'sha paytda ham tugatib ketsa bo'ladi maktabni muddatdan oldin. Bo'ladi. Qarang, o'zi kelishib oldin siz 1 yillik kontrakt to'lab kelasiz. 1 yillik kontrakt to'laysiz, kelasiz. Masalan, sizda N3 bor. N3 bor. Yo'q, N3 ham mayli yo'q deylik, N2 bor, N4 bor. Kelasiz, sizda menimcha bitta shans bo'ladi-da, anaqaga JLPTga kirishingizga. Chunki sal vaqtni oralig'i uzoqda, o'zi 1 yilda 2 marta bo'ladi. Shu sal problemalar. Endi siz shunaqa qilaman desangiz, bitta shansingiz bor-da, N3 ga kirishingizga. O'shani N3 da olsangiz, masalan, 2-yil Dayakkuda yo'q, maktabda o'qimasangiz bo'ladi. O'zi maktabdagilar aytsangiz, men bo'ldi, chiqib ketaman. Men Dayakkuga yoki men Semongakuga kiraman desangiz, u harakat qilib bo'ladi. 2-yil o'qib o'tirish shart emas. Sizda N3 bo'lsa, nima desa bo'ladi? Siz kira olasizda, shansiz bor, masalan, Dayakkuga yoki Semongakuga kirishga. N4 bilan sal qiyinroq, lekin kirganlar ham bor. Bu yaxshi Dayakkuga men ular kirdi deb o'ylamayman. Nima bo'lganda ham shu yapon tilini zo'r qilib borish kerak, to'g'rimi? N3 bo'lsa yaxshi. N2 bo'lsa, agar shu 1 yil ichida N2 ola olsangiz, sizda ancha nima deydi, tanlash anaqasi bo'ladi, shansiz bo'ladi. Zo'r. Yana bir savol bor, mayli, mana shu yapon tili bo'yicha. Qani bemalol. Yaqinda bizani studentlarga Yaponiyada ishlaydigan, ishlab kelgan, Yaponiyada o'qigan bir odam keldi-da. O'zlari millatlari koreysmidi, adashmasam, o'zimizda Andijonda katta bo'lganlar ekan. Yaponiyada o'qigan, keldilar, aytdilarki, men yapon tilimni yaxshi qilib bordim, işte menda N1 bor, N2 bor deb bordim. Lekin Yaponiyaga borgandan keyin bu yoqda olgan, O'zbekistonda olgan N1imiz Yaponiyaga borganingda hali yapon tilini endi boshlang'ich darajasida-ka deb gapirdilar-da. Rostdan o'zi shunaqami demoqchiman. So'zlashuv yoki qaysidir korxona boshliqlar bilan, odamlar bilan gaplashganda shunaqa qiyinchiligi bormi? U bola ismi nima? U bolani ismlari esimda yo'q, lekin o'zlari bo'lib ishlaydilar. Отдел kadr bo'lib ishlaydi. Yapon kompaniyasida Google'da ishlaydilar hozir adashmasam. Shu отдел kadr bo'lib. Ismlari hozir to'g'ri yodimda yo'q lekin. Uzrman, uncha savolingizni tushunmadim. Mana qarang. O'zbekistonga o'rgangan N2, N1 darajangiz Yaponiyaga borganda bu
xuddiki bir 5 darajaga tushib qolgandek bo'lasiz degan. unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. U Oddiy nimada xalq qiynalgan bo'lishi o'shami? mumkin. U nimada qiynalgan bo'lishi mumkin. Masalan, N2-N1da o'qigan bilan bo'tida u qaysi shaharga boryapti? Baribir Sheva ham bor-da. O'zimizga o'xshab Tokioga boradim, Osakaga boradim, baribir Sheva bor. U ko'chada gaplashsa, o'shanda qiynalib qolishi mumkin boshida, masalan 3 oy, 4 oyda qiynaladi. Gapiga vash tushunmashi ham mumkin. N1 bo'lib turib ham. Asta-da, prosta u birdaniga tushib keta olmaydi, lekin sekin-sekin vaqt o'tishi bilan tushib ketadi o'zi. Yaponiya o'zi hayotda o'zi yo'liga tushib qo'yadi-da, to'g'rimi? Lekin sal u gapini bilmadim men qanaqa nima deb aytgan, chunki unaqa narsa yo'qda. U endi o'qib kelgan odam bo'lib N5 ga tushib qoladi degan gap yo'q. Siz N4 zo'r biling rostdan eplasa bo'ladi. Bemalol ko'chada masalan gapirib anaqa qilib epla olasiz. Hozir yaponlarni o'zbeklarga nisbatan muomalasi qanaqa bo'lgan? Oldingiga nisbatan. Ishga qabul qilishi, o'qishga qabul qilishi yoki ko'chada yaqin bo'lib gaplashishda. Men hozir Osakadaman. Osakada paka o'zbeklarga unchalik anaqa yo'q. Даже hali o'zbeklarni eshitmagan anaqalar ham bor, yaponlar. Paka Osaka yaxshiroq, lekin Tokio bor. Tokio sal nima desa bo'ladi, bardaga chiqib yotibdi. Nimaga desa, o'zbek ko'p. Bitta joyda ishlaydi. Ishlagandan keyin masalan urushib qolishi mumkin, kech qolib kelishi mumkin. Endi bu yerda vaqtga, lekin realni anaqa turadi, qattiq. 1 minut kech qolsa ham suhbat yoki boshqa narsa admin qilaveradi. Har xil sabab bo'lib urushib qolishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, ishi kelmashi mumkin. Uxlab qoldim, tuda har xil bahonalar qilgandan keyin u avtomatik Yaponiyada o'zida anaqasida qoladi. Bu keyingi o'zbek ham shunaqa bo'ladi, shunaqa deb. Endi bitta o'zbekning orqasidan nima desa bo'ladi, butun anaqani chiqarib yuborsa hech gap emas-da. O'shaning uchun sal kelayotgan odam ham o'zi mas'uliyatli bo'lishi kerak. Tam ishlayaptim, yo'q, bo'shaydimi? Bo'shasa ham nima desa bo'ladi, yaxshi o'shalar bilan gaplashib, men bo'shayman. Faqat sal bo'shashini ertaroq yetib ketsin. Masalan, 1 oy oldin yetadimi, 20 kun. Bo'ldi, hech qanaqa problema yo'q. Yaponlar bilan xuddi shunaqa bo'ladi. Ular ham bo'shasa 1 oy oldin yetadi. Qanaqadir yomon anaqa qolmaydi. Bizada qanaqa qiladi? Bizada bir urushib qoldi yoki sal qattiqroq yapon gapirib qo'yishi mumkin. Bo'lmay, ishingga ham, boshqasiga ham shunday ishidan chiqib boshqa ketadi. Undan keyin o'zbeklarga anaqasi qolmaydi. Hozir Tokioda ishlagan menimcha realniy problema. Endi gruppalar bor, har kuni ish so'rab yozadi. Yangi kelganlar ko'p, yangi kelganlar ishga kirish qiyin. Hozir ham Osakada ham sal qiyinroq bo'lyapti. Lekin Osakaga keladiganlar yaxshi Tokioga nisbatan. Ishga kirish uchun hozir eng bazaviy narsalar nima? Shularni aytib bersangiz. Eng bazaviy narsa odamni til bilish darajasidan tortib xarakterigacha. Xarakter ham rol o'ynaydimi ishga kirishda? Xarakter ham rol o'ynaydi. Nega desa, chunki yaponlar sal nima desa bo'ladi, mana mayda narsaga e'tibor beradi. Bir hafta ishlaydi, 10 kun ishlaydi. Mayda ishlar ko'p-da, o'rganadigan narsa ko'p. O'shani sal o'rganolmay qolmasa, sal qattiqroq gapirib qo'yishi mumkin o'rtada. Men o'rgatdim ko'toda deb. Unga masalan birdan jahl chiqib ketish kerak emas-da. Xo'p desa, u sal 1 oy anaqada o'rganib ketadi. Даже shu
urushib qolgan bo'ladim, urushib bergan bo'ladim, u bilan ham zo'r chiqishib ketadi kerak bo'lsa. Просто sal nima desa kerak, просто sal sabr kerak. Sabr qilib, ishga birinchi o'rinda vaqtiga yetib kelsin. Shu menimcha birinchi o'rinda vaqtni, hamma narsani vaqtiga qo'ygani yaxshi. Tilni normalniroq bilsa, sal yaxshiroq bilsa, o'shandan keyin eplasa bo'ladi. Bo'lmasa, birinchisi vaqtni rejalashtirish kerak, ikkinchisi yapon tilini zo'r qilish kerak, to'g'rimi? Vaqtga lekin yaxshi qarash kerak baribir ham. Bular vaqtga qattiqroq turadi. Zo'r. Hozircha yig'ib qo'yilgan savollar qisqasi shular edi. Endi oxirgi savolim qoldi. O'zbekistonga qachon qaytmoqsiz? To'g'risi, O'zbekistonga bu yil bor edi qaytish niyat. Endi ba'zi bir sabablar bo'lib qoldi, o'xshamadi. O'tgan yilda. Endi xudo xohlasa keyingi yilmi? O'sha anuni bitiribdi, to'g'rimi? Kollejni bitirib. O'shani bitirib, men dayyorga kirgandan keyin. Endi paka plan bor shunaqa. Yo'q, umuman aytmoqchiman, u birovga kelib ketish emas, umuman o'sha kollej bitirib, universitet umrgami? O'shani aytmoqchiman. O'zbekistonda yashab, ishlab shunaqa qilib kelishga. Endi shu dayakkuni bitirib olsam, bir 2-3 yilda Yaponiyada staj olsam, menimcha bu yoqqa qaytib ketsam kerak. Lekin kelajakda Yaponiyada qolish niyati yo'q. Nega? O'zbekiston bilan o'zi Yaponiya farqi qanaqa? O'zini yashash sharoitlari bo'yicha o'sha haqida o'zing gapirib bering. Yashash uchun qulay, realni qulay nima desa bo'ladi. Hamma narsa qulay. Nima masalan, Liboy internetdan Liboy narsa zakaz qiladimi, boshqa qiladimi? Bizlarda sal problemalar yetib kelishi, belgilangan muddatda yoki boshqa narsa. Bu yerda Amazon bu yerda anaqa baribir Yaponiya o'sha mashhur bo'lgan brendlar bor, hamma narsasi bor. Uni olishga ham bemalol qurbi yetadi. Agar yaxshi ishlasa, sal nima desa bo'ladi. Gambattara anaqa qilsa bo'ladi. O'sha brendidan tugul boshqa narsa nima desa bo'ladi. Yaxshi anaqa qilib yashashga bemalol qurbi yetadi. O'zi harakat qilib, sal dangasalik degansa, liboy narsa qilsa bo'ladi Yaponiyada ham. Nima masalan, sal qiyin tarafi nima? Qiyin tarafi baribir musulmon davlat emas Yaponiya. Sal halol narsalarga e'tibor berish kerak. Yeydigan narsa обязательно magazindan oladimi, boshqa joydan oladimi? Unga qarash kerak. Обязательно sostavida nima bor uning ichida. Biz ham boshida bilmaganmiz, to'g'risi, ikki kelganmiz. Nima desa bo'ladi, bizni yaqin atrofimizda o'zbeklar bo'lmagan. O'zbeklar bo'lmagan, biz yaponchani ham unaqa bilmaymiz. Kanji bor, boshqa bor. Uni shunaqa yozilgan. Biz qarardik, masalan, faqat cho'chqani biz anaqa qilardik, nima desa bo'ladi. Cho'chqa haromni o'sha anaqa qilardik. Atay hozir bilyapmiz, ancha-muncha narsalar bor cho'chqadan tashqari qo'shilmaydigan, harom bo'ladigan narsalar, harom narsalar ko'p yeyish uchun. O'sha nima desa bo'ladi, halol narsa topib yeyishda sal qiyinchilik bor-da, to'g'ri. O'shani hisobga olmaganda yashash zo'r, yaxshi. Zo'r. Narxlar tafovut qanaqa bu yoqda? O'zbekistonga nisbatan qanchalik qimmat yoki Toshkentga nisbatan o'sha OSKda qanchalik darajada qimmat yoki arzon? Nima desa bo'ladi? Bu yerda anaqalar yo'q, ba'zi bir narsalar bor qimmat, ba'zi bir narsalar arzon. Bu yerda nima qimmat? Bu yerda
yeyman desa, masalan, meva sal qimmatroq. Shu mevalarni etmasa, lekin boshqa, masalan, oddiy oziq-ovqat bo'lmadan boshqa narsa bo'lganda, bu yerda topishiga nisbatan arzon. Topishiga nisbatan arzon. Bunaqa desak bo'lar ekan, bo'lmasa topadigan pulingizga nisbatan yashash xarajatingiz pal bo'lsa ham arzonroq. Aytdimi boshida, o'sha topgan puliga bemalol qo'pol qilsa, kayf yashasa bo'ladi. Tushunarli. Liboy narsasini olishga, liboy narsasini yeyishga anaqasi yetadi. Endi bitta savol berishibdi, boya gaplashgancha emasmiz-no, ayta olasizmi yana boshqatdan? Aka, qancha oyliklarni ham so'rang deb yozibdi. Aka. Oyligim yetami 24 man. Endi bilmasa dollarda shu 1,5 ming dollardan sal oshiqroq bo'ladi. Bu endi stabilda. 240 ming yen degani, endi ko'pchilik man tushunchasini hali bilasligi mumkin. O'zbekcha qilib aytamiz. 240 ming yen yapon o'sha valyutasida. 240 ming yen dollarda, endi dollarda tushunadi. Stabil 1,5 ming. O'zbekda bitta o'qimoqchilar uchun savollar qiyinlashgan. Bo'ldi. Xulosalarni yozish kerak ekan hozir kommentariyada. Hop, yana nimadir demoqchidim, yodimdan ko'tarilib qoldi. Yana savolim bor edi o'zimda. Hozir boshida aytdingiz-ku, qatnashga ko'pchilik Beli bilan qatnaydi deb. Beli narxi qancha? O'zi o'shanga ham baribir chamalab borish kerak birinchi, to'g'rimi? O'sha ham baribir xarajat endi borganda. Da. Bu olish kerak-da. Beli yaxshilari, yangi Belilar yaxshi, sportivniy. $200 cho'tkisini olsa bo'ladi. Unaqa qimmat emas ekan-ku. Masalan, $200 emas, $100 ga ham oddiy, obisniy yaxshi Beli olsa bo'ladi. Undan keyin bu yoqda ishlab, yaxshirog'ini olaveradi. Toshkentda ancha qimmat ekan. 5 million, 6 million atrofi hozir. Primerni men tushunishim bo'yicha siz aytgan Beli Toshkentda narxi o'shancha, menimcha. U narxlarni ham o'tgan yil ko'rgandim o'zi. $300-400 ga yaxshi zo'r Beli olasiz ekan. Endi so'mga chaqsa baribir o'sha bo'ladi-da, o'sha summa bo'ladi-da. 5 million atrof kelib chiqadi o'sha hozir. $400 ham dajundan ham ko'p bo'lsa kerak. Lekin boshida shu, masalan, maktabiga boshqasi ishiga qatnaydigan bo'lsa, oddiy Beliga ham yetib ortadi. Undan keyin ishiga qarab, yaxshi pul topishiga qarab, yaxshiroq olaveradi. O'sha Beli bilan o'qisa ham bo'ladi, dastavkada ishlab, nimadirlar qilib. Yo'q. Unga alohida beradimi o'zi? Yo'q, oddiy Belida dastavkada charchab qolasiz. O'shanisi bor. U dastavkani Belini olaman desa sal qimmatroq. Siz nima desa bo'ladi, tokda yuradi-ya, u ruchnoy emas-da. Tushunarli. O'shanga sal dastavkaniki qimmatroq. Yaponiyaga boradiganlarga hozir qanaqa maslahatlar berasiz? Men Yaponiyaga bormoqchiman, o'zim haqiqatda o'zimga qiziq, kerakli narsa. Yaponiyaga birinchi borishim uchun qanaqa narsalardan o'tishim kerak, nimalar qilishim kerak Yaponiyaga birinchi borganda? Yaponiyaga shu birinchi aytganda har doim hamma yetsa kerak, til. Birinchi o'rinda til. Tilda bilsangiz, bu joyda ham nima desa, topib ketasiz yo'lingizni. Yana maslahatlar, rastga otdim Yaponiyaga, o'sha qanaqadir dangasaliklar bo'ladimi, tashlab kelgani yaxshi. U bu yoqqa kelib, baribir endi uyidan, ota-onasini anaqasidan chiqadi, bu yoqqa mustaqil bo'ladi. Bu yoqda nima desa bo'ladi, kerak bo'lsa ovqatini ham o'zi qiladi, kirini ham o'zi yuvadi. Kasal bo'lsa qaraydigan ham o'zi bo'ladi. Shularga hammasini qila olaman.
desa, Yaponiyaga kelgani yaxshi, eplolmadi. Agar sal dangasalik qilib, u anaqa qiladigan bo'lsa, sal qiynalib qoladi. Tilni o'rganish Sizga ham kerak, shu narsa, dangasalik tashlab ketish kerak. sizda ham shu qanaqadir dangasaliklaringiz bo'lsa, shu ovqat qilishlarni o'rganib keling, cho'tki. Yoki ovqat qilishni biladigan sherik bilan boring endi. Da, u variant ham bor. Ovqat qiladigan sherik yoki o'ziz anaqa, короче, nima desa bo'ladi, o'zizni hojatlaringizni o'ziz qila oladigan bo'lib ketish kerak-da. Sizga bu yerda hech kim anaqa qilmaydi. Постоянный yordam bermaydi. Yo'l yo'riq ko'rsatadi. Nima desa bo'ladi? Baribir o'zi qilish kerak nima bo'lganda. Baribir o'zi qilish kerak. Hamma narsasini. Qanaqa yana xislatlar bo'lishi kerakki odamda Yaponiyada yaxshiroq bo'lib ketish uchun? Что odamlar bilan tezroq chiqib ketish kerakmi? Har doim birinchi o'zim qadam bosib borish kerakmi? Yaponiyaga kelgandan keyin sal sabrli ham bo'lish kerak deb o'ylayman. Ko'rganimni aytaman. Bizda aytdim, qochib ketdi dedim. Borda endi shunaqalar, nima deymiz? Qochib shunaqalar bor. Ular sal sabr qilmadi, nima desa bo'ladi. Sal ish topishda qiynaldi, boshqa qildi. Ish topishda qiynaldi to'g'riroq. Endi hammaning har xil sharoiti bor, to'g'ri. Sal harakat qilib, sal sabr qilganda, sekin-sekin o'xshardi deb o'ylayman. Chunki biz ham boshida kelishimiz bilan bizda hech kim ishga joylab anaqa qo'ymagan. Biz ham kamida bir 2 oy yurganmiz, to'g'risi. Ishimizga kirganmiz McDonald'sga. Ish boshlanishi cho'zilib ketgan. 1 oy bu dokument tutasida bu. Bizlar o'sha paytda biz ham realni anaqa bo'lgan, nima desa bo'ladi. O'zbekistondan olib kelgan pullar tugagan. O'zi nima, tupikka kirganmiz to'g'riroq. Nima qilamiz deb ish yo'q, o'zi nima qilishimizni bilmay, o'zi 1 oy ishlagan, o'zi 1 oy ishga anaqa qilmagandan keyin odam o'zi shunaqa bo'lib qoladi. Nima desa bo'ladi, Yaponiya bo'lmasa ham bekor kelma. Baribir ichida shunaqa hislat o'tadi, lekin ozroq sabr qilish kerak. Bu sabr qilgandan keyin to'g'rilasa sekin-sekin o'xshab ketadi. Bu yerda 4 oy, 5 oylab nima desa bo'ladi, ishga kirmay yurgan bolalar bor. Ular hozir yaxshi, cho'tki kontraktdan hamma o'zini anaqasini qoplanadigan darajaga yetib bo'ldi. Faqat shu ozroq sabr qildi, tilini yaxshiladi. Hozir bemalol o'zini eplayapti. O'sha bolalar ham shu 4 oylab ishlamay yurgan bolalar. Faqat sabr qilish kerak. Ozgina pul bilan borish kerak, to'g'rimi? Yaponiyaga borganda. Har qanaqa vaziyatda sal nima desa bo'ladi, shu o'zingiz aytgani, voy yaxshi aytdingiz. O'sha verit pulni anaqa oldini anaqa qilgani yaxshi, chunki bu yoqqa faqat yashayman, faqat shunga kerak deb olib kelib qolsa, sal nima desa bo'ladi, keraksiz xarajatlarim chiqib qolishi mumkin. Shunga sal ko'proq pul olib kelgani yaxshi. Endi har holga qarshi. Har ehtimolga qarshi. Nima bo'ladi bilmaymiz ertaga. Mana qarang, birinchi bo'lsa aniq konkretni olib boradigan summasini primerni aytib ko'raylik. O'sha $200 ga velini oladi. Kvartirasi qancha bo'ladi? Bir kishiga qanchadan tushadi o'rtacha? Yo'q, masalan, siz nima qilib kelmoqchisiz? Masalan, maktabga anaqasi keladiganlar bor, kvartirasi keladiganlar bor. Agar yo'q, anonsi yotoqxona tanlamadida o'zi alohida kvartirada yashamoqchi. Kim bilandir, sherik bilan turmoqchi. Uni kelishidan oldin hal qilish kerak birinchi o'rinda. Qayerda yashashini, boshqa. O'zi kelishilib, o'sha uyda anaqasi bilan, egasi bilan, bo'lmasa sal problema bo'ladi. To'g'ri, nima desa bo'ladi, maktab yotoqxonasiga emas, o'zlari anaqa kelgani yaxshi. Maktabnikida turmagani arzonroq tushadi.
o'qishsa примерно $200 tushadi oyiga. Kishi boshiga shunchadan bo'ladi-da. Da, o'sha 3 mandan bo'lsa, 6 manlarga yaxshi uyda turadi-da. 2 kishiga boshiga normalniy uy tursa bo'ladi. Lekin maktabniki sal qimmat bo'lishi mumkin. $300-350 shunaqa bo'lib qoladi ba'zi paytda. Endi uni kontraktga qo'shib to'lashadi-ku. U 6 oylik oldindan Yo'q, agar borganda tanish bilishi bo'lsa, Mhm. o'sha keladigan odam tanish bilishi bo'lsa, sen maktabnikida emas, o'sha boshqa kvartirada turgani arzonroq tushadi. biz tanish bilishimiz siz hozircha tanishib oldik. Как раз o'zi bitta til maktab borgunimizcha siz anonga ham o'tib ketasiz, adashmasam, to'g'rimi? Kollejga. Yo'q, men yaqindaman. Maktabdan men undan uzoqda bo'lmayman. Shu hozir keyingi o'qishim ham yaqin. Oralig'ida bir 1 kilometrmi shunaqa. Güzel. Значит, shu tanishni yoniga borsin yoki ozgina sal ko'proq pul olib kelsin-da. O'sha kvartirasini puliga plus o'sha bitta veli narxiga $400 bo'lar ekan. Yeb ichishga yana bir 200 ketsa, birinchi oy uchun $1000 ketar ekan o'rtacha, to'g'rimi? Yo'q, $1000 ketmaydi. Kvartirada tursam, maktabnikida turmasdan. Kvartirada tursa. Endi birinchi oy har doim eng xarajatli oy bo'ladi-ku o'zi. Har doim nimadir yangi olish kerak, yangi oshtirish kerak, karta, sug'urta, hamma narsalar. Ular tekin bo'ladi kartalar. Shu kvartirani pulida 1 oylik emas. Bir kami 2-3 oylik olib kelish kerak. Nimaga desa, bu ishga qachon kiradi, qachon oyligini oladi, kirgan taqdirda ham riski oyligini olmaydi, 1 oydan keyin oyligini olishi bor. O'shanga sal uzoqroq ko'zlab 2-3 oylik kvartirasini pulini olib kelsa, o'zi boshida kelsa unaqa ko'p xarajat ham qilmaydi. Faqat shu yeb ichishga qiladi. Yeb ichishga qiladi, bo'ldi. Boshqa narsaga xarajat qilmaydi. Undan keyin sekin-sekin xarajatlar qo'shiladi. Примерно 3 oylarga qancha ketsa, 2000 ketib qolsa kerak. Undan ham kam, balki 1,5 ketishi. Endi o'zini tejashiga bog'liq. Yaqinda mana shu aprel patogida ketayotgan talabalar bor-da. Ularga ham xudo xohlasa videoni hozir zapis qilib qo'yamiz, tashlab beramiz. Ular nimalar olib borishi kerak? Birinchi borganda o'zi bilan kichkina bo'lsa ham detallargacha aytsa, hozir hammaga tushunarliroq bo'lardi. Ular ham menimcha yaxshiroq bo'ladi. Aytmoqchimanki, birinchi borganda biz o'zimiz ham rejalashtirib turibmiz, qanaqadir ovqatmi, makaronmi, roltimi, nimalardir qo'shib olsa. O'zi qanaqa borgan shunaqa qilib. Yo'q, biz bormiz, masalan, hozir kelaman desalaringiz, xudo xolasa kelarkan, u ikkita bolani eshitdim. Samarqandliklar, ancha Farg'onalik bo'ladi. Unaqa nima desa bo'ladi, ovqat olib kelishi shart emas, chunki o'zimiz ko'rsam halol joylar bor, magazin bor, o'shadan olsa bo'ladi. Pastdan o'sha kartoshka, sabzi, piyozli bo'y narsa bor, go'shtigacha bor, halol narsa bor. Unaqa narsa olib kelib o'tirish shart emas, shu bo'tga keladigan bo'lsa, kelsa xudo xolasa o'zimiz nima desa bo'ladi, qo'ldan kelguncha o'sha nima kerak bo'ladigan bo'lsa hamma anaqasini ko'rsatamiz. Nima qatta bor, nimani olsang shunaqa hammasini ko'rsatamiz. Ular nima olib kelsin, shu kiyim anaqasini olib kelsin, kiyim o'zini mayda-chuyda kiyim-kechiklari, gigiyenik narsalari, shularni olib kelsa, anchagina xarajati ham kamayadi o'zi. Faqat chunki hozir nima desa bo'ladi, unaqa narsalar nima yeydigan narsalarni ham menimcha aeroportda sal anaqa bo'lyapti deb eshitdim. Olib qolishadi. Tashlavorda. Endi qanaqa narsalar bilmadim, lekin shu sal yeydigan narsada ehtiyot bo'lish kerak. U masalan non-pon mayda-chuyda bo'ladi, ularni olib kelsa bemalol, lekin unaqa ovqat bosib kelish shart emas. Yana nima olib kelsin?
Nima olib kelsa bo'ladi? Bosh Shu og'riq o'zim dori ham olib borsa bo'ladimi o'zi? Bir ikkita mayda-chuyda dorilar. dorilar olib borish kerak. Yaxshi bo'ladi olsa. Sal nima deydi? Farqi bor va bu soatni vaqti borligiga samolyotda uchib kelayotganda sal anaqa mazasi qochib qoladi. O'zi vaqtdan anaqa o'tayotganda qanaqadir sal mazasi qochadi o'zi. Lekin dori olgani yaxshi-da, bosh og'riq, to'da-suda, qorin og'riq bo'ladimi? Olish kerak har ehtimolga qarshi. Olgan yaxshi, chunki Yaponiyada ham bor dorilar sal qimmatroq. Bular keladi sal anaqalar to'g'irlab olguncha ham sal vaqt ketib qoladi-da. Ungacha bilib bo'lmaydi nima bo'ladi. Vaqt ketadi. Yana bitta savol boya yodimga keldi, o'sha beraman deb yodimdan ko'tarildi. Yaponiyada musulmonlarga nisbatan qanaqa qarashadi? O'qish vaqti jumaga to'g'ri kelib qoldi deylik. Ruxsat berishadimi? Jumaga borishgami? Unda sal nima desa bo'ladi? Sizni anaqasi tushib ketishi mumkin. Borishga anaqa qilmaydi. Nima desa bo'ladi? Darsga qatnashmadi deganda bo'ladi. Bo'tga keladiganlar menimcha endi bilmadim, hamma maktabda har xil ertalab o'qiydiganlar bor, kech obeddan keyin o'qiydiganlar bor. O'zi asosan darslar hamma joyda ertalab o'qiydiganlar 9 dan 12:30 gacha, obeddan keyingilar 1:30 dan 5 gacha bo'ladi dars. O'shani hisobiga borsa bo'ladi. Sal davomati tushib ketishi mumkin. Har doim jumaga borgan. Lekin unga to'sqinlik yo'q. Borsa bo'ladi. Lekin u masjidga bormasdan maktab o'zida ham o'qisa bo'ladi. Sharoitlar qilib beradi. Hech qanaqa to'sqinlik anaqa yo'q. O'zi sal nima desa bo'ladi. Bizning maktabda bir yillar o'zi obeddan keyin o'qiydi. Undan keyin ertalabga o'tadi. Ertalab shu 12:30 da dars tugasa, bu yerda juma namozlar 1:45-40 o'qiladi-da. Bemalol ulgursa bo'ladi borishga. Musulmonlarga yo'q, ishda ham anaqa yo'q. Hech qanaqa taqiq deydimi? Bu yerda bemalol ochiq. O'z soqol qo'yasizmi, boshqa qilasizmi, farqi yo'q. Taqiq yo'q demoqchiman. Zo'r. Hozircha ma'ni umumiy yig'ilgan savollar shular edi. Agar yana kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, qatnashchilardan o'zi hamma ham chiqib ketibdi oxirigacha. Savol bo'lsa yozib qoldiringlar demoqchi edim. Mana bitta savol qo'lni ko'taryapti. Alima. Hadi gapirishga ruxsat beramiz. Savollaringiz bo'lsa bering, Ali. Hop. Til maktablarida o'qishda uy-joy, ya'ni yotoqxonada turish majburiymi? Shartmi borib yotoqxonasida turish 6 oy? Yo'q, majburiy emas. U so'raladi o'zi kelishdan oldin. Maktab yotoqxonasida turasanmi yoki o'zing alohida kvartirada turasanmi deb so'raladi. Yana kimdadir savol bo'lsa bemalol qo'l ko'tarib aniq qilish mumkin. Yo'q, hozircha menimcha hech kimda savol yo'q. Tugatsak ham bo'ladi, bo'lmasa o'zi deyarli 1 soat bo'lib qolibdi, yaqinda 1 soat bo'ladi suhbat qilganimizga ham. Menimcha yaxshi suhbat bo'ldi. Men o'zim ancha savollarimga javob oldim. Xohlasa maslahatlarga amal qilamiz. Borgan yetgan tilni yaxshi o'rganib. Sizga ham vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Rahmat taklif qilganingiz uchun. O'qishga ishlaringizda omad tilaymiz.
Xudo xohlasa Yaponiyada ko'rishamiz yana. Xudo xohlasa. Kutamiz. Hop. Salomat bo'ling. Ishlaringizda, Bo'ldi. o'qishlaringizda omad. Charchamang. Xudo xohlasa ko'rishguncha. Nasib.